Pochcham urdilarmi? Battar bo'ling, kiring. Xonani bir chekkasida joy yo'qmi menga? Bor, opajonim. Axir bu xona sizniki edi-yu. Yeriga solib beraman. Bo'ladimi? O'zimni xonamga o'zim sig'may qolman. Ko'rpa-porpa yo'qmi ustimga yopishga? Prostina bor. Ko'rpalarning hammasi sarpezga ketgan. Olib kelmadingizmi o'zingiz bilan? Opa, menga ishlatgan priyomlaringiz pochchamga o'tmadimi? Yo'q-de. O'sha paytdagi qarg'ishlarim tegandi. Nima? Uning singil qizimni ham uradimi? Xudodan topsin. Kecha o'g'lim bitta edi, ikkita bo'ldi deb turuvdingiz-ku. Borsa aralashma. Aybi borki urgan. Hozir men bu kuyovni Jannatim unutmang. Xafa qilsang kuyovni, ko'paytirasan o'zingga yovuni deyishgan mashoyiqlarimiz. qizim, qachon ketasan? Oyi. Yirtiq paketingiz eshik tagida. Men opamni ko'chadan topolmaganman. Sizga kerak bo'lmasalar, menga keraklar. Keting pochchi. Keting. Boplading ukam, yur uyga. Qanaqa uyga? O'zing yetding-ku menga kerakladi. Bu sehrli so'zida. Boring yetib oling. To'xta. Ketganingiz rost bo'lsin. Borgan joyga sementni qoting. Hozir qizili chiqadi. Qo'rra ayamay o'tamiz. Ruxshonga bitding o'tsang. O, mana chiqdi. Yur. Otmalaring, sochim yurganman, shamolayman. Hali otmadik. Nima otmayapsizlar? Otlaring dabrang. Qochmaganman. To'xta. Ay! Battar bo'l. Nechta qiziqcha olading? 4tasini. Voy, ichimga tashaman. O'xima qilma. Tegmay qo'ya qolaman. Ukamizmi? Paketda uchamanmi? Nima, jentra olib kelib beraymi uchishga? Ay boshim. Paketimni yirtding. Qor to'xtadimi? Qon to'xtat deydimi? Qor to'xtadimi davomimizni? Bo'ldimi, ketaveraylik, otmaysizlarmi boshqa? Oxirigacha o'ynaymiz, Ruxshon, oxirigacha. O'ynashmagil arbob bilan. Arbob. Ne akbar urmayapsiz? Kecha akasidan remenda kalta yegan. Oyi! Bor o'tir joyingga. O'qituvchining bolasi bo'lish ham mazza-da. Ona, pul bering. Bor, dars o'tyapman. Bering, qornim ochdi. Bilasiz qanaqa vaqt olishni. O'g'lingiz urishdilar, direktor chaqiryapti. Zavod chaqiryapti. Chiqib. Chungi tegdilaring. Lattani xohlab keldim choy sizga. Bu sinfdoshim uncha mehribon menga. Bolaji, keliningizda. Sen tugatguningcha bunaqa kelinlarning 10tasini ko'raman-ku. Bu so'nggisi. Sahar klinikada maqtov yorliq olasan, nimadan berishdi bu safar? Ajoyib tarbiya va xulq uchun. Alam qilyaptimi? Test javoblari. Hammaga 2, Akbar Shohga 5. Bittagina xato qildiganingiz-ku. Jannatim akam. Men zavod bo'lmayapti. Qizlar o'tiringlar mashinaga, bayram bugun. Shu payt ham gai to'xtatadimi? Jonkalarim, toycholarim ketdi. Xatga. Klubga. Pullarim qani mani? Salfetkalar qayerdan keldi? Ey, pamading ko'ynagimga tegmasin. Adda marida olingan. Ukam. Onasini emsin. Voy, opans. Yana mashinani urdingizmi? Qaysi qilgan xatolarim uchun? Ehtiyot bo'lmaysizmi? Keyin desam begonadek tuyuladi. Madina opa, zavtrak qildingizmi? Darsga ketishim kerak. Tezroq tushing, sovib qoladi. Akam boshlariga baxt qush qo'ngandek shunchasi bilan yurib sizdek farishtani topdilar. Akangizlar menga hech kim bilan yurmaganman degandiku. Aldanibsiz-da, keyin. Yaxshi yetib oling, Vohira keling. Keyin shu sizlarni ko'rsam uylanishga bo'lgan qiziqishim ortib ketadi-da. Mana opam desiz, nechtasi bilan gaplashganini aytasiz. 96 bor olib chiqing, yozamiz. Boshlang. Men akamni sotolmayman, jigarim. Keyin ishkaladan boshlaymiz. Malika, 99-yil.
Oyi, keyin shunaqa bo'ldi-da. Keyin oyingiz bilan telefonda buncha nimani gaplashasiz? Sog'inganman-da. O'zi kecha borib keldilar. Islomayapman-da. Yana nima? Addamaridan qishga bitta lukchada. Xo'p. Toshmiydagi Guliga uylanmay sizga uylanganlar. Qiz bechorani qaqshatganlar. Endi oshib tushdi. Akbar, kelinga nima deding? Aka, oilani yolg'ondan boshlamaydi. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Opajonim eshik ochiq ekan, kirurdim. Bu ishlarni qilsangiz bo'lmaydimi betgacha uxlagunizcha? Uzr, oyijon. Oyjon, oyimga tilis qarichidi. Tilis kesilib qoptimi? Eshikni yopsa teshikdan kirasan-a? Ol, choydan ich. Opangiz rosa pazandalada. Uyda ham shunaqa shirin ovqat qiladilarmi? Zahar gaplarni esla olmayman, ovqat qilganlarni esla olmayman. Mani o'ljami ozodligiga qancha qoldi? Oz qoldi. Eshityapsanmi? Qaytar dunyoga oz qoldi. Nima yeyinga otdi? Dovcha. Dovcha yegimiz kelyapti. Usta dovchani qattiq olaman. Mammas, bolamiz qolyapti-da. Keling, o'g'limga qishki kiyimlar qilinmagan. Olib kelarsizlar. Shuncha mebelni kim qildi? Yur endi olamiz. Aka, mana rasmiy sizga zo'r keldi. Brendroz do'konida Lubo kurtkalarimiz 199 ming. Bunga emas, pochasiga olamiz. Shimli 99 ming ekan. 38 razmerdan bering. Ho'kizdek bo'lib ketibdilarmi? Oyoq kiyimlar ham 99 ming ekan. 44 razmerdan bering. Oyoqmi bu, tuyoqmi bu? Boshlandi. Boshi og'rig'imi? Boshlandi. Skori chaqir. Skori chaqir! Skori chaqirlaring! Tog'i bo'ldimmi? Tog'i bo'ldim. Xotin! Ho, adasi, hozir darsdan keldim. Na zavtrak, na obed tayyor. Darsga bormasam bo'lmaydi-da. Kredit qarshisi ustolismi? Bola qattiq qil. 2007 yilda sal til barobarladi. Sinus kosinusni bilmaysanmi? Aqlli bo'lsangiz o'zingiz ayting-chi. Aqlim bo'lganda senga uylanmasdim. Shanba kuni ota-onalar majlisda ekan, oyim bora olmasganlar. O'zingiz borib kelamisizmi? Men eraman deb boramanmi? Sultonam, o'zimmi borib keling. Nima? 2007-yil go'dak xotindan qo'rqamanmi? Hozir chiqaman. Qayerga ketyapsiz? Uyda shampunxona topib keling. O'tingman. Men shuncha sarpan nima uchun yig'dim? Men keraksiz shampunlarni olganman. Bunisi mentol, sochingizni muzdek qilib qo'yadi. Bunisi qazg'oga qarshi qaysi biridan kerak? Bular parfyumli shampun o'zimga olganman. Endi bo'lsa, boshingizni yuving, uyda o'tiring. Yelingga o'xshab to'g'iz ekansan. To'xta. U menga shampun berdi. Men unga puvutni berdimmi? Yo'q, qachon?